Assalomu alaykum History Club a'zolari. History Club yana podkast formatiga qaytyapti, faqat yana yangilik bilan, endi audio emas, video sifatida. Bugun birinchi video podkastimizni nasib bo'lsa suratga olamiz. Nimamiz History Clubimizning faol a'zosi Rustam bilan. O'zi har doim biz History Clubda aytib kelamiz. Qanaqadir mavzular, takliflaringiz bo'lsa beringlar va History Clubni xohlagan a'zosi boshlovchi sifatida yoki speaker sifatida chiqishi mumkin, aynan o'zini qiziqtirgan mavzu bo'yicha. Chunki yana eslatib o'tamiz, charchamaymiz buni aytishdan. History Clubda hech kim professional tarixchi emas va bizlarda bu yerda fakt bilish muhim emas. Muhimi qiziqish, muhokama qilish va xulosa chiqarish. Va shunaqa o'zingizni qiziqtirgan va o'rganishdan oladigan mavzularingizni aytib chiqib nima qilishlaringiz mumkin. Bugun bizni faol History Club a'zomiz Rustam bilan biz birgalikda davlat tuzumlari tarixi haqida gapiramiz yoki qadimgi yoki davlatlar haqida, ularning tuzumlari qanaqa bo'lgan va bugungi tuzumlar haqida solishtirib podkastni olib boramiz. Assalomu alaykum Rustam. Assalomu alaykum Mansur. Umuman olganda o'tgan safargi suhbatimizda bu klubda yig'ilgan edik. O'shanda bu mavzuni berish bu o'zim uchun juda qiziq bo'lgan. Ya'ni davlat tuzumlari qanday kelib chiqqan, hozirgi shakli qanaqa, qanday o'zgarishlar bo'ldi, xususiyatlari nimada, imkoniyatlari nimada bo'ldi, qiziq bo'lgan. Lekin bu shunchaki menda bir fikr edi. Hech qanday bir aniq bir faktlarim, bilimlarim mavjud emas edi, lekin bu narsani inobatga olib, fikrimni inobatga olib qo'shganlaringiz uchun va keyingi mavzuni shu bo'yicha qilganlaringiz uchun tashakkur. Qisqa bo'lsa-da, xaritasini tuzib kelganman, bu narsani o'rganib, bilib, izlanib kelgandim. Bugun umuman olganda podkast nima haqida bo'ladi? Respublika shakli qanday kelib chiqqanligi, uni tarixi, xususiyatlari, monarxiya, despotiya, respublikani islomiy mamlakatlarda boshqaruv shakli qanaqaligi, boshqaruv shakli o'zgartirishda inqiloblar bilan birgalikda o'zgartirilganmi yoki aynan ovoz berish yo'llari xalqning xohishi bilan birgalikda bo'lganmi? O'rta Osiyoda boshqaruv shakllari qanday edi? Va demokratiyada bo'lgan davlatlarda islomning o'rni haqida suhbat yuritamiz. Inshaalloh bu suhbatimiz sizning vaqtingizni qadrlashiga ishonchimiz komil. Bu uchun yaxshigina jamoa shakllanib harakat qilishgan. Nasib bo'lsa, umumiy olganda boshlab olsak, respublika o'zi nima? Respublika bu ma'lum bir insonlar tomonidan hokimiyatning boshqarilishi, ko'pchilik tomonidan hokimiyatning boshqarilishi. Buning birinchi kelib chiqishi albatta Rimga borib taqaladi, lekin Rimda bu aynan bir shaxs tomonidan emas, ikki konsul tomonidan Rim boshqarilgan va unda hamma qatnashishi mumkin bo'lmagan, faqatgina aynan patritsiyalar, ya'ni yuqori tabaqa vakillari qatnashishi mumkin bo'lgan va unda konsullar bir yilda bir marta ikki konsulni saylashgan. Patritsiyalar. O'sha davrda diktatura o'zi ana shu Rimga borib taqaladi. Rimda respublika paydo bo'lgandan so'ng urush vaqtida aynan qaror chiqaradigan, harbiy ishlarni amalga oshiradigan shaxs kerak bo'lgan va u hamma imkoniyatlarga ega bo'lgan. Va o'shanda qisqa muddatgagina, faqatgina urush davrida diktatorlar saylangan yoki boshqarilgan. Aynan bir tomonidan, ya'ni oligarxlar tomonidan desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni hokimiyatga ta'sir o'tkaza oladigan insonlar tomonidan bir kishi tanlanib, ana shu butun hokimiyatga egalik qilgan. Ulardan bittasini biz Yuliy Sezar bilamiz. Boshida diktatura, ya'ni urush davrida kelib chiqib hokimiyatni boshqargan, keyinchalik esa hokimiyat tepasiga harbiy kuch bilan kirib kelgan. Undan so'ng bizda yana bir tuzum, bu monarxiya. Monarxiya ikkiga bo'linadi, ya'ni davlat tuzumi bo'ladi va siyosiy boshqaruv bo'ladi. Monarxiyaning ichida diktatura avtokratiya bo'ladi. Ya'ni avtokratiya bu jamoa va insonlar tomonidan uzoq yillar davomida nasldan naslga ko'chib keladigan boshqaruv shakli bo'ladi. Ya'ni bunga misol qilib Saudiya Arabiston hozirgi va Shimoliy Koreyani olishimiz mumkin. Endi ko'p misol keltira olamiz, lekin rasmiy jihatdan faqatgina mana shular keltiriladi. Diktaturada esa faqatgina qisqa muddatdagina bo'ladi.
ko'rganimiz yaqingacha bu Stalin va yaxshi misol bo'la oladi yoki Adolf Gitler yaxshi misol bo'la oladi bizlarda diktaturani amalga oshirganligida. Xo'p. Mana shular, bular yana bitta despotiya bor. Buni mendan ko'ra Mansur yaxshiroq tushuntirib bera oladi. Xo'p, men ko'proq falsafiy va nazariy tarafdan yondashsam, nimaga o'zi davlat boshqaruv deganda respublikadan boshlab ketdi Rustam? Nimaga? Chunki birinchi davlatni shakllari qanaqa bo'ladi? Shuni gapiraylik. Davlatni shakli bor, asosan hududiy tarafdan ular ikki xil asosan bo'linadi. Federativ va unitar. Bu shakli qanaqaligi asosan hududga borib taqaladi. Masalan, O'zbekiston murakkab unitar davlat. Ya'ni o'sha boyagi unitar va federatsiya ham yana bo'linadi. Unitar davlat qanaqa bo'ladi? Unitar davlatda u ma'lum bir subyektlardan tashkil topgan bo'ladi. Bir xil bir yakliq bir nima bo'ladi? Taqsimlangan administrativ bo'linishi bo'ladi. Federatsiyada esa bu murakkab bo'ladi. U yerda har xil subyekt, avtonom hududlar, avtonom ichida yana davlatlar yoki ma'lum subyektlarning birlashuvidan kelib chiqishi mumkin. Keyin ularning yana har xil shakli bor. Federatsiyani yana ham parokandaroq shakli deylik, desentralizatsiya bo'lgan shakli, konfederatsiya bor. Murakkab boyagi O'zbekiston haqida aytgan murakkab unitar nimaga? O'zbekiston viloyatlardan tashkil topgan, hamma teng huquqli, lekin O'zbekistonda avtonom bir respublika ham bor. Avtonom deyilmaydi hozir. O'zbekistonning ichida yana bir davlat bor. Shuning uchun O'zbekiston federativ bo'la olmaydi, chunki juda ham murakkab emas, lekin murakkab unitar davlat bo'la oladi. Endi ikkinchi davlatlarning shaklini bilish uchun nima bor? Davlatni boshqaruv shakli, forma правления ruschada aytiladi. Bugungi kunda, bugungi zamonamizda asosan ikki xili bor bularni: monarxiya va respublika. Ya'ni respublikada prezident yoki qanaqadir davlat rahbari saylanadi. Monarxiya esa nasldan naslga qoladi, lekin bular ham yana bo'linadi. Respublikalarning har xil prezidentlik, parlamentar, aralash, qattiq prezidentlik shunaqalari bor. Yoki monarxiyalarni ham mutlaq monarxiya, absolyutna monarxiya deydi. U hamma monarxiya bo'ysunadi, hamma sohada, yoki parlamentar monarxiya, dualistik monarxiya, dualistikda parlament bilan monarx bir xil huquqqa teng bo'lib birgalikda boshqaradi. Keyin uchinchi davlatni aniqlash shakli bu siyosiy rejim. Siyosiy rejim u qanaqadir faktlarda uni bilib bo'lmaydi, u tahlil qilinadi. Aynan siyosiy rejimni teoriyasi qanaqa? Hokimiyatni amalga oshirish metod va vositalari. Ya'niki tahlilchilar, siyosiy tahlilchilar tahlil qilishadi ma'lum bir davlatda o'sha tepadagi deylik elita yoki tepadagi o'sha boshqaruvchi inson hokimiyatni amalga oshirish uchun qanaqa metodlardan foydalanyapti. 6 ta metodi bor. Qiziqtirish deyiladi, qo'rqitish, avtoritetdan foydalanish va boshqalar bor. O'shalarga qarab tahlil qilishadi. Uni bittada bilib bo'lmaydi. Masalan, Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya Koreya Xalq Demokratik Respublikasi deyiladi, rasmiy nomi. U Xalq Demokratik Respublikasi, u yerda prezident saylanadi. Lekin uni siyosiy rejimi totalitarizm, qattiq avtokratiya. Uni tahlil qilib bilinadi. Endi bularning tarixi haqida boradigan bo'lsak, tarixda yana o'sha Aflotunni yoki Platonning davlat asariga boramiz. Platon birinchi shu haqida fikr yuritib, davlat shakllari haqida gapirgan inson. U paytlar lekin qadimgi zamonlarda daji shu hatto yaqingacha bizlarda o'sha siyosiy rejim bilan davlat boshqaruv shakli unchalik farqlashmagan. Chunki bu asosan 18, 19 asosan 20-asrlarda keyin rasmiyatga kiritilib tahlil qilingan masalalar bo'ldi. Platon nima degan? Platonda ideal boshqaruv bo'yicha bir fikr bo'lgan, politiya deyilgan. Ba'zilar aytadi, o'sha kitobining ismi ham aslida politiya bu deyshadi. Politiya qanaqa bo'lgan? Politiyada nima bo'lgan? U yerda bilimli faylasuflar davlatni boshqargan. Va nima bo'lgan? Ya'ni xalq hokimiyatni ularga topshirgan, ular aynan siyosat haqida bilimga ega odamlar boshqargan. Va buni buzilgan shakli demokratiya deyilgan. Qiziq narsa, buzilgan shakli, politiyaning buzilgan shakli demokratiya.
o'zi Platon demokratiyaga qarshi bo'lgan, lekin ko'pchilik aytadi, bu bugungi kundagi axlokratiyani nazorat etgan. Axlokratiya qanaqa? Ana inqiloblar davrida palapartish bo'lgan paytda buzilgan shakli. Va keyinchalik Aristotel buni rivojlantirgan. Aristotel bo'yicha Aristotel 3 ga bo'lgan. Politiya bo'lgan, u uchun monarxiya bo'lgan va aristokratiya bo'lgan. Va bularning buzilgan shakli, politiyaning buzilgan shakli demokratiya bo'lgan, monarxiyaning buzilgan shakli tiraniya bo'lgan, aristokratiyaning buzilgan shakli oligarxiya bo'lgan. Ana shu paytlari ular bitta davlat tuzumini aytishdimi, u siyosiy rejim davlat tuzumini bir xil aytishgan, lekin buzilgan shaklini aytishni boshladimi, o'sha siyosiy rejimga o'tadi-da. Siyosiy rejimni u tafsirlab qo'ygan. Ular o'zlari bo'lmagan bo'lsa ham, masalan, politiyani yana Aristotel aytadi demokratiya yoki monarxiya. Monarx turibdi, uni buzilgan shakli tiraniya. Tiraniya qanaqa? Tiraniyada o'sha monarx hamma hokimiyatni qo'l ostiga oladi, uni aytgan bo'ladi. Va nima deydi? Butun uni qo'lida jamlanadi. Uni bir davri qanaqa desak ekan? Hamma davlat uni mulki hisoblanadi. Yoki aristokratiya ma'lum bir odamlarni, mashhur odamlarni boshqaruvi. Oligarxiya uni buzilgan shakli. Oligarxiya qanaqa? Ma'lum bir guruh oladi qo'liga, ular xohlaganini qiladi yoki ularga ma'qul odamlar keladi. Bularga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Demak, mana shu joyga bitta qo'shib ketsam, o'rta asrlarda ham demokratiyaga o'xshagan narsa bo'lgan. Bu respublika deyiladi. Endi rasmiy nom respublika bo'ladi, lekin respublikaga umuman o'xshamaydi. Bu Venetsiyadagi dojalar boshqaruvi bo'ladi. Ya'ni u yerda Venetsiyada xalq tomonidan saylangan bir kishi bo'ladi, lekin unga asosiy bosimni, kuchni albatta boy savdogarlar tazyiq o'tkazishgan. Ya'ni lekin xalq tomonidan saylanadi bu odam, boshqaruv esa baribir oligarxlar tomonidan bo'lgan. Ba'zi bir hozirgi aytganingdek oligarxiyani buzilgan shakli o'sha yerda bo'lishgan. Va keyinchalik zamonaviy nimalardan Montesquieu aytgan, 3 ga bo'lgan respublika, monarxiya va despotiya. Respublika va monarxiya hozirgi bugungi kunda ham ikkita shakl bo'lib kelyapti. Despotiya ularning buzilgan shakli deyadi. Va aytadi, respublikada asosiy narsa deydi, respublikaning muhim narsasi, bor narsa, respublikani respublika qiladigan bu erkinlik degan. Insonda erkinlik bo'lishi. Monarxiyada bo'lgan sharaf bo'lgan, sharaf muhim degan. Despotiyada qo'rquv. Ikkalasini ham monarxiya buzildimi, despotiya bo'ladi. Respublika ham shakli buzildimi, despotiya bo'ladi degan. Bugungi kunda esa respublika va monarxiya bor, lekin siyosiy rejim bo'yicha ikkita narsa bor. Demokratiya va avtokratiya bor. Lekin bular yana juda ko'p nimalarga bo'linadi. Mutadil avtokratiya, elektral avtokratiya juda ko'p bor. Yana tarixga qaraydigan bo'lsak, respublika degan narsa, respublika bilan demokratiyani ana so'zlarni nimasi bir-biriga juda yaqin. Demos kratos xalq ishi degani, respublika ham umumiy ish Rimdagi o'ziga kelgan, demokratiya Afinada paydo bo'lgan. Afinadagi demokratiyada bugungi kunchalik davlat boshqaruvi taqsimlangan bo'lmagan unchalik. Ma'lum nima bo'lgan. U yerda hamma erkin saylangan va hatto mas'ul bo'lgan. Shu demokratiyani ishlariga aralashishga qanaqadir odamlar jamlanadi, nimadir muhokama qiladi, lekin ma'lum shaxslar, masalan, ayollarga berilmagan, qullarga huquq berilmagan. Yoki Rimdagi respublikani san yaxshi o'qigansiz, balkim aytarsan, men birinchi aytib o'tib kelsam, o'sha Rimdagi respublikadan oldin podkastdan oldin drakon dedim, nima bo'lgan? Undan oldin hamma hokimiyat bir kishini qo'lida bo'lgan, uni ham saylashgan, lekin sudni ham, boshqaruvni hammasini unga berib qo'yishganda, keyin oxirida nima bo'lgan? Drakon degan odam kelib juda qattiq boshqaruvni o'rnatgan. Keyin uni haydab yuborishganda respublika tashkil qilishgan. Yuliy Sezarga keladigan bo'lsak, Yuliy Sezar keyinchalik imperiya o'rnatgan, ya'ni nasldan naslga o'tadigan. Bu lekin bir tarafdan bu tarix talabi ham deyish mumkin, chunki o'rta asrlarda katta davlatlarda demokratiya qilish qiyin bo'lgan. Katta davlatlar talab qilgan shuni imperiya bo'lishni. Demokratiya qilish uchun bilim kerak bo'lgan. Ya'ni xalqdan aynan bir fikr chiqsagina u demokratiya bo'ladi. Unda agar yaxshi fikrlar amalga oshirilmaydigan, bildirilmayotgan bo'lsa, bu o'zidan o'zi albatta ya'ni avtokratiyaga olib boradi. Keyinchalik o'zi Fransiyada birinchi aytdik, respublika tuzumi Rimda boshlanib keldi. Keyinchalik esa aynan tuzilmasi
birinchi AQShda, keyingisi AQShda va Fransiyada boshlandi. Fransiyadagisi nima uchun mashhur? Chunki u inqilob bilan amalga oshirildi. 1789-yilda Fransiya inqilobi yuzaga keladi va Fransiyada respublika o'rnatiladi. Bunga asosiy sabab xalqning o'zi mana shu narsani xohlaganligi, o'zini fikrini bildira olishi, saylashishi va o'z haq-huquqlarini talab qilganligi uchun Fransiyada o'rnatiladi. Aytganimdek, xalq qachonki birlashib fikrini bildirishni xohlasa, ular bu narsani amalga oshiradi. Fransiyadagi endi u umuman siyosiy tizimlarni nima deydi, dunyodagi keyinchalik bugungi kungacha bo'lgan siyosiy qarashlarni, madaniyatlarni tubdan o'zgartirib yuborgan. Dunyodagi siyosiy nazariyani o'zgartirib yuborgan liberalizm shundan keyin keldi. Tarixga endi yuzlanadigan bo'lsak, o'sha aytganim kichik joylarda, kichik shahar Yunonistonda nimaga shunaqa imkoniyat bo'lgan? Shahar davlatlar bo'lgan. Aholisi 10 mingdan oshmagan. Keyin uni ham yarmisi ayollar. Shuning uchun oson bo'lgan ularda yig'iladi, muhokama qiladi, bir fikrga keladi. Katta joylarda bu qiyin amalga oshirish. Chunki u yerda har xil fikrli odamlar bor. Nima deydi? Bir-biriga aloqa qilish ham qiyin. Shunaqa kichik joylarda har doim shunaqa bo'lish kerak. Ayniqsa suv bo'ylarida, shu bo'ylagi port shaharlarda shunaqa bo'lgan. Bizlarning hududlarda shuning uchun bunaqa kichikroq nimalar kam bo'lgan. Lekin bir nimani o'rganib ko'rish kerak. Toshkentda nima bo'lgan? Chor hokimlik deydi. Toshkent 4 ta dahaga bo'lingan vaqtda ular orasida, lekin bu ko'proq anarxiyaga nima keladi. Bir-biri bilan har doim urushgan, lekin keyinchalik xalq bitta insonni, Yunus Xocha degan insonni saylagan. To'rtalasidan urushdan bezor bo'lib. Lekin keyinchalik bu yana nimadan o'g'liga o'tgan. Lekin bir e'tibor berib qaralsa, uni ichidan o'rgansa, bir ko'rinishi mumkin, ya'ni xalq sayloviga. Va Muhammad Sodiq aytadilarki, dostonlarimizga qarasak, shunaqa shakllar, demokratiyaga o'xshagan shakllar nimalar bo'lishi mumkin deydi. Bizlarda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, O'rta Osiyoda umuman davlat boshqaruv shakli juda qiyin bo'lgan. Ya'ni xalqning davlat boshqaruvida o'rni juda kam bo'lgan. Lekin O'rta Osiyodan kelib chiqadigan bo'lsak, bir quvonarli joyi bor. Oddiy odam ham yaxshi ishlarni amalga oshirib, davlat hokimiyatiga kelishi mumkin bo'lgan. Bunga misol qilib, agar Amir Temurning bobosi, o'sha amakisi Keshni hokimi Dorug'asi, adashmasam, o'sha Dorug'asi bo'lganini hisobga olmaganda, Amir Temur o'sha katta imperiyasini qurishga oddiy bir joydan chiqib, o'z kuchi bilan amalga oshira olgan va O'rta Osiyoning boshqaruvida mana shu narsa quvonarli. Ya'ni siz aynan zodagon bo'lmasangiz ham, bilimingiz, ilmingiz bo'ladigan bo'lsa va qandaydir ma'noda kuchingiz bo'ladigan bo'lsa, siz davlat boshqaruvida ishtirokingiz mavjud bo'lgan. Bu lekin nimaga bog'liq? Endi Amir Temurning kuchiga ham bog'liq, kuch bilan olgan bo'lsa ham bor. Da, kuch bilan. Faqat lekin nimadan? Islomdan oldingi paytda tabaqalanish bo'lgan. Shu tabaqa keyinchalik yo'qolgani nima bo'lgan? Bir xil joylarda tabaqa, ya'ni tabaqada qanaqa? Qulni farzandi qul bo'ladi, harbiyning farzandi harbiy bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, endi davlat boshqaruviga islom haqida dedik. Islomni birinchi kelgan paytida 4 xalifa davrlarida bugungi kunga yaqin nima bo'lgan? Ya'ni bugungi kunda demokratiyaning asosiy nimalari, davlat boshqaruvi muhim narsalar nima? Demokratiyaning kuchli tarafi nima? Hokimiyat bo'linishi, sud tizimi bor, hokimiyat bor, ijro hokimiyati bor. Aynan xalifalar davrida qiziq holat bo'lgan. Xalifalar saylangan boshida, masalan, bugungi kundagi shartlarga o'xshaydi. Xalifalar saylangan va u yerda maxsus to'g'ri butun xalq tomonidan saylanmagan bo'lsa ham, bugungi parlamentga yaqin bir narsa bo'lgan, ya'niki 6 kishilik shuro bo'lgan. Ularda saylangan va ko'pincha endi davlat rahbaridagi inson qanchalik yakka hokimlikka intilishiga qarab, islom davlatlarida qozini nimasi shunga qarab belgilangan. Ba'zi holatlarda qozini vakolati katta bo'lib, bugungi kunda masalan sud alohida-ku tizim. Shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, nima bor-ku? Qutayba ibn Muslimni Samarqandni nima egallashi haqida. Ya'niki ogohlantirmasdan bostirib kiradi va nima bo'ladi? Aholi bo'ldi, bizni egallash deb turganda, lekin aytishadiki, aholari musulmon bo'lgan. Musulmonlarda shunaqa nima bor ekan, urf-odat bor ekan. Urf-odat emas, nima? Qoida.
biron joyga bostirib kirishdan avval ularda 3 ta shart belgilar ekan. Yo islomni qabul qilish, yo jizya berish, yo urush. Bu narsani Qutayba qilmagan. Shuning uchun xalifaga borib shikoyat qilishadi. Odamga borib xalifa keyin aytadiki, bitta qozi tayinlansin, qozi hukm chiqarsin. Ya'niki bu yerda qiziq holat, Qutayba ibn Muslim butun qo'shinlarni boshlab kelyapti. Lekin o'sha qo'shinning ichidan kelganlardan qozi saylanyapti-da va unga bo'ysunyapti uni qaroriga. Va qaror nima bo'ladi? Qo'shinlarni olib chiqib ketasan deydi Samarqanddan, chunki noqonuniy kirgansan deyiladi. Yoki o'sha xalifalarni yana aytaman, saylanish nimasi 6 kishi 6 ta asosiy shuro belgilangan va ular o'shalarning ichidan bittasini tanlashgan. Keyinchalik bu yana bu yerda ham davlat katta bo'lib ketgandan keyin monarxiya o'tilgan yana meros o'tadigan. Gapingdan shuni tushunsa bo'ladiki, demokratiyani ichi faqatgina shakli o'zgaryapti, ya'ni nomi o'zgaryapti. Aynan bir talablar qo'yilyapti demokratiyada. O'zimizda xalifalikda ham mana shu ichidagi demokratiyaning ichidagi insonlar o'zini fikrini bildira olishi, hokimiyatga ta'sir o'tkaza olishi mavjud bo'lgan. Xalq eshitilgan. Demokratiyaning o'zi asosiy belgilari nima? U hokimiyatning bo'linishi. Hokimiyatning bo'linishi nima deydi? Oddiy qilib aytgan kim kimga murojaat qilishni biladi. Sud tizimi bor, ijroiy hokimiyati bor, qonun chiqaruvchi hokimiyat bor, taqsimlanadi. Shu narsa boshdagi 4 xalifa davrlarida soddaroq ko'rinishda bo'lgan. U narsa keyinchalik hozirgi shaklining rivojlanishida baribir USA Amerikani katta bo'lgan 1776-yilda Amerika birinchilardan bo'lib e'lon qilgan ijro, qonun chiqaruvchi va hokimiyat tizimlarini. Quvonarli joyi bizda ham mana shunday devonlarga bo'lingan. Bu o'zimizni O'rta Osiyodagi Somoniylar imperiyasiga borib taqaladi. Somoniylar imperiyasi tarixda xonliklar orasida birinchilardan bo'lib, devonlarga bo'lib, davlat boshqaruvini aynan harbiy mashrab uchun bir kishi tayinlangan yoki moliya uchun bir kishi, ma'rifat uchun bir kishi tayinlanib, hammasi aynan bir boshqaruv ostida bo'lgan. Faqat nima? Somoniylar orada qanaqa bo'lgan? Somoniylar eski Sosoniylar imperiyasidagi an'analar bilan islomiy an'analarni birlashtirib, juda bir nima deydi, kuchli, o'sha davr uchun juda ham bir zo'r bo'lgan boshqaruv shaklini joriy qilgan. O'sha devonlar 10 tami, ba'zi manbalarda 12 ta devon bo'lgan. Har bittasi o'z ishini qilgan. Bugungi kundagi vazirliklarga o'xshab, harbiy ishlarni qiladigan, boshqa ishlarni, xo'jalik ishlarini. Ana endi bitta narsa lekin bugungi kunda bular hammasi bitta qonun bilan belgilanadi. Bugungi kunda demokratiyaning asosiy subyekti bu inson hisoblanadi. Inson xalq fikri eshitilib, xalq hal qiladi masalalarni. Va xalq saylaydi hokimiyatni. Ya'niki demokratiya legitimlikni xalqdan oladi, odamlardan oladi. Oldingi davrda aynan o'sha Fransiya inqilobigacha, liberalizm kelgancha hokimiyatning manbasi Xudo bo'lgan. Ya'niki davlat tepadagilar hokimiyatni Xudodan olgan. Bu nima degani? Bu yerda ba'zida xalqni fikrini eshitilmasligi ham bo'lgan. Va bu yerda qiyinroq nima qiladigan, boshqaruvni qiyinroq qiladigan tarafi aynan o'sha devonlar, boshqa narsa bor deyapmiz. Lekin u yerda insonni nimasiga, emosiyalariga yoki ko'z bilan ko'rinmagan narsalarga ishonilyapti. Ya'niki bu inson Xudoning yerdagi soyasi deydi-ku, shuning uchun bo'ysunish kerak. Shuning uchun nima qilish kerak? Endi bugungi zamonaviy nima uchun kuchli? Bugungi zamonaviy boshqaruv demokratiya u xalqdan oladi legitimlikni. Xalqga hisob beradi. Bugungi dunyo uchun shu kuchli. Shuning uchun fundamental qarama-qarshilik bor orada. Shuning uchun qarama-qarshilik qilishadi, lekin buni birlashtirib nima qilsam bo'ladi? Hali bunaqa boshqaruv bo'lmagan. Umuman olganda mana shu Fransiya inqilobi yoki bo'lmasa bundan oldingi davlat boshqaruvlarda din ham, dunyoviy ishlar ham aynan bir podshoh tomonidan yoki monarx tomonidan amalga oshirib borilgan. Lekin hozir aynan eslolmayman qaysi davlatligini, o'sha davrda davlat dinni davlatdan chiqargan, ya'ni dinni ishiga
davlat aralashmaydi, davlat ishiga din aralashmaydi. Mana shu shaklda ham olib borishgan. Shunga fikring bo'lsa. Ha, bugungi kungacha shunday bo'lib kelyapti. O'sha aytganim, chunki legitimlikni endi davlat xalqdan oladi. Qoida bo'yicha demokratiyada shunday. Uni hozirgi kungacha kuchli qilib turgan ham shu. Lekin yon taraf ham bor va din bo'yicha emas, aynan g'arbdan chiqqan olimlar ham bor, demokratiyani kritika qiladiganlar. Nima deyishadi? Platonni o'zi ham aytgan. Platonni aytgan fikri bo'yicha davlatni faylasuflar boshqarishi kerak, ilmli odamlar. Demokratiyada esa davlatni ko'pchilik boshqarishi kerak. Ko'pchilikni fikri muhim. Ya'ni ko'pchilik ilmsiz bo'lsa agar, lekin baribir ularning fikri nima bo'lib ketaveradi? Taroziga ko'proq nima bosadi. Ya'ni ko'pincha o'zi ko'pchilikning fikri nima bo'ladi? Noto'g'ri demaylikda, qanaqa desam ekan. Ya'ni davlatda asosiy nimani siyosiy bilimlarni egallagan, tahlil qiladigan odam aslida kamchilikni tashkil qiladi. Unda ko'pchilikning fikri muhim bo'ladigan bo'lsa, nima uchun parlament tuzilgan? Parlament kundalik nimalarni belgilash uchun. Qonunlarni belgilash uchun. Ko'pchilikning fikri uni sayt orqali yoki so'rovnomalar orqali o'sha qonun qoidalarni belgilasa ham bo'lardi-ku. Shunaqa o'zi qoida bo'yicha qilinishi ham kerak. Yoki deylik davlat rahbarini, asosiy rahbarini ko'pchilik belgilaydi. Bizlarda har joyda har xil. Yoki yana bitta fikr bor. Parlament tuzilishi uchun uni saylanish kerak. Ya'ni sen o'z odamingni parlamentga olib borasan. Masalan, Samarqand viloyati deb oladigan bo'lsak, biz Samarqanddamiz. Samarqand viloyatidan o'sha parlament uchun ma'lum bir odamlar boriladi va ular bizni nomimizdan ovoz beradi. Qandaydir ma'noda ular bizning vakilimiz hisoblanadi. Deputatlarni nazorat qilyapman. Aslida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar bajarilmasdan bajariladigan ishlar bajarilmasdan. Bu siyosiy rejimga bog'liq va bajarsa yaxshi bo'ladi, lekin mana shuni nima tepadan qaragan bo'lsak, shuni ham noto'g'ri taraflar bor deyshadi, kuchsiz taraflar, lekin bugungi kunda eng kuchli boshqaruv tizimi shu bo'lib turibdi. Parlament. Va Cherchill ham aytgan, davlat boshqaruvida demokratiyadan yomonroq tizim yo'q, lekin bugungi kunda insoniyat undan yaxshirog'ini ham topgani yo'q hali dedi. O'ylab topilmagan hali. Yoki bitta qaysidir ismi esimdan chiqdi, siyosatchi bor, aytganki demokratiya sasikaga o'xshaydi. Uni qanaqa tayyorlanishi yaxshisi bilmaganing ma'qul. Buni reels qilib ketsa bo'ladi Instagram uchun. O'zi shu uchun sinalganlar yodlab kelgan. Yo'q, kelib qoldi hozir. Yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa uchun chidab bilish kerak qonun qoidalarga. Aytganingdek, ikkita misolimiz bor, Drakon va Hammurapi. Hammurapining Drakon qonunlariga ular o'zi so'rashdi, bizga qonun qoida ber. Hammurapiga ham so'rashdi, bizga qonun qoida ber, bizga boshqarish uchun, ergashish uchun bir qoida ber deydi. Hammurapi qonun tuzdi, Hammurapining 21 ta qoidasi bor, lekin u xalq esa unga chiday olmadi va Hammurapini o'zini haydab yubordi. Bunaqa narsa bo'lgan, lekin boyagi biz aytayotgan o'sha qadimgi davrlardagi monarxiya, tiraniya degan boshqa narsalar ko'pchilik o'shani to'g'ri ham deb bilgan. Aytayapman-ku. O'sha davrning nimasi uchun yoki qadimgi Yunonda demokratiya bo'lyapti, lekin bir tarafdan bugungi kundan oladigan bo'lsak, ayollar yoki qullar u yerga huquqi yo'q. Lekin o'sha davr uchun bu normal. To'g'ri, normal holat bo'lgan. Endi bugungi kunda tahlil qilib biz uni undan ko'ra yaxshiroq variantda demokratiyani taklif qilyapmiz. O'zi siyosiy rejimlardan aytganda yaxshi yomon deyilmaydi. Masalan, Amir Temur ham tahlil qilinsa siyosiy tarafdan u tiran bo'lib chiqadi. Tiran degani butun hokimiyatni o'z qo'liga olgan va uni aytgan. U hukmni ham u chiqardi. Amir Temurda ham masalan nima bo'lgan? Davlatda qozi bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan, lekin yakka hokimiyat Amir Temurga tegishli bo'lgan. Amir Temur hukm qila olgan. Davr shuni talab qilganda. Va shuning uchun shu bir tarafdan to'g'ri ham bo'lgan va shu narsa bizlarda haligacha ham afsuski bor. Bizlarda hokimiyatda bir kishi bir necha yil qolishi kerak deb qoida deb bilamiz bizlarda. Bu narsa normal deb bilamiz. U davr uchun lekin davr talab qilgan desak bo'ladi va imperiya boya aytganim, imperiyalarda yoki umuman katta davlatlarda, federatsiyalarda demokratiyani ta'minlash qiyin o'zi. Buni men tezga aytgan, bugungi zamonaviy o'sha Fransiya inqilobidan sal oldinroq, 100 yil oldinroq yashagan, o'sha zamonaviy davlatchilikni belgilab bergan inson aytgan demokratiyalarda qiyin. Lekin nima qilmaslik kerak, esdan chiqarmaslik kerak. Bu bilan bizlarda bo'lmaydi degani emas. Ya'niki qanaqadir davlatni ideal boshqaruv qilish uchun
tabiatni yoki xalqni madaniyatini aloqasi kamroq. Bu yerda siyosiy institutlar yaxshi yo'lga qo'yilsa, nima qilib bo'ladi? Endi bu boshqa masala, masalan, mamlakatlar tanazzuli kitobida aytilgan. Ko'pchilik nazariylar keltiradi. Nimaga ba'zi davlatlar qoloq va qonunlar yo'q, ba'zilari rivojlangan va aytadi, tarixiy faktni keltirishadi. Madaniyatiga bog'liq, nimasiga, diniga bog'liq deyishadi, geografiyasiga. Bular juda ham katta foizni tashkil qiladi. Asosiy narsa ularda siyosiy institutlar. Amerikada shunaqa bo'lgan. O'sha koloniya bo'lgan davrda siyosiy institutlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Birinchi Amerika koloniya bo'lgan paytida ham koloniyani o'zini ichida ishlarni hal qilish uchun ma'lum bir sho'rolar tuzilgan. Janubiy Amerikadagi, Lotin Amerikasida ularda unaqa bo'lmagan. Ispanlar bir kishini olib kelib qo'ygan, o'shanaqa bo'lgan va haligacha ularda bir chiroyli demokratiya bo'lishi qiyin bo'lib keladi. Yoki endi yana o'rta asrlarga boradigan bo'lsak, davlat boshqaruvi haqida bizlarning yurtlarda yana gapirdik. Qanaqadir nazariy tarafdan ishlar qilingan. Bu nimani? Farobiyni Fozil odamlar shahri. Fozil odamlar shahrini o'sha kitobni ismini o'zini tahlil qilsa, Politiya Platonning Politiyasi bilan ma'nosi bir xil. Va aynan o'sha Fozil odamlar shahrida ham yoki Politiyaning buzilgan shakrini ko'rsatdi-ku, demokratiya deb. Unda ham Fozil odamlar shahri qanaqa Fozil odamlar bo'ladi u yerda. O'sha Platon aytgandek filosoflar boshqaradigan joy. Va uni ham buzilgan shaklni Farobiy ham ko'rsatgan ekan. Tushunarli. Bitta fikr keldi. Demokratiyada insonlar xohlayotgan narsasini berish kerak deb hisoblanadi. Lekin u xohlayotgan narsa o'ziga zararli bo'lsa-chi? Berish kerak. Shunda ham berish kerak bo'ladimi? Ya'ni kim aytmoqchi bo'lgan narsam, farzanding yoki bir yosh bola sendan marojniy so'rayapti, lekin bilasanki, u marojniy u uchun zarar, tomog'ini og'ritadi, kasal bo'ladi. Bu endi erkinlikka borib taqaladi. Nima ekan? Ko'proq siyosiy rejim yoki boshqaruvga ham aloqasi bor, lekin buni falsafasi juda chuqur kirish kerak. Aynan xalqni o'zi qachonki ilm bilimga ega bo'lib borganda demokratiyani berish kerak bo'ladi. Va jamiyat taqozo qilgani uchun ham demokratiya hozir mavjud. Bundan bir asr oldin demokratiya nimaga bo'lmagan? Chunki aytganimdek, demokratiya odamlar o'zi xohlayotgan narsasi o'ziga zararli bo'lib qolgan. Shu uchun ham demokratiya kerak bo'lmagan u zamon uchun. Aytganingdek, davr talabi va vaziyatga qarab o'zgargan. Bugungi kun uchun, lekin xalqni eshitish va o'sha taqsimlash sud huquqini juda ham muhim va o'sha aytgan ideal boshqaruv hisoblanadi. Boshqachasi yo'q hozircha. Boshqachasi o'ylab topishmasa. Xo'p, keyingi mavzumiz bu islomiy mamlakatlarda davlat tuzumlari. Ko'rishimiz mumkin. Saudiya Arabistonida avtokratiya, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklarida esa ham ularda ham avtokratiya, ya'ni qirollar, podshohlar boshqarib keladi. Qo'shnimiz Afg'onistonda ularda hali aniq emas. Yo'q, rostdan. Masalan, ana davlatni boshqaruv siyosiy rejim emas, boshqaruv shakli haqida men kartadan ham ko'rsatgan ranglar bilan parlamentar respublika, prezidentlik respublika Afg'oniston, Suriya va Afrikaning ma'lum davlatlarini qanaqa qilib ko'rsatgan? Переходной власть deydi. Ya'niki vaqtinchalik, o'tish davrida ular. O'zi qiyin tarafi ham nima uchun dunyo hamjamiyati Afg'oniston bilan aloqa hali o'rnatmayotgani, unga shoshilmayotgani sabab ham shu. Nimaga? Ularni boshqaruv shakli qanaqaligini bilmaydi. Boshqaruv shaklini qanaqaligini bilmadimi, uni predikt qilib bo'lmaydi. Nima edi? Bashorat qilib bo'lmaydi. Masalan, O'zbekistonda keladi, kimga yo'zalinishi bo'ladi ma'lum masalada. Afg'onistonda bu narsa aniq emas. Chunki ularda Afg'oniston ham lekin vazirliklarga bo'lingan. Lekin vaqtincha. O'zlari ham aytadi, biz hali vaqtinchalik hokimiyatmiz deydi. Pastda Malayziya va Indoneziyada adashmasam prezident asosiy rolni bajarmaydi, bosh vazir boshqaradi hokimiyat tizimini. Adashmayotgan bo'lsam. Va Eronda Islom Respublikasi. Bular endi yana o'sha boshqaruv shakli dedim-ku, respublika bilan monarxiyaning yana farqli nimalari. Eronda bir qiziq nima tuzilgan, faqat Eronda imzo qilingan. Masalan, boyagi Vatikan bilan
Saudiya Arabistoni teokratik monarxiya. Teokratik nima degani? Teologiya. Ya'niki monarx bir vaqtning o'zida dinning ham rahbari. Diniy monarxiya. Lekin Eronda teokratik respublika. Bunaqasi qiziq, birinchi marta bo'lgan. Ya'niki respublika bor, ularda prezident saylandi, lekin undan prezidentdan ham ko'ra kattaroq nimada vazifada oliy rahbar, diniy rahbar turadi. Oyatulloh. Ha. Malayziya, Indoneziya shularda qiziq narsalar bor. Ularda ikki xil qonunlar bor. Islomdan kelib chiqqani bor yoki dunyoviy kelib chiqqani bor. Adashmasam, shu haqida gapirmoqchi edim. Boburiylarda birinchi marta. Qiziq holat. Boburiylar imperiyasi tarixda birinchilardan bo'lib turib, endi tarixda deya olaman bo'lmadim. Ham diniy va dunyoviy boshqaruvni amalga oshira olgan odamlar, chunki ular katta insonlarni boshqarish kerak bo'lgan. Bilamiz, Hindiston dunyoda insonlar bo'yicha yetakchilik qiladi, ya'ni 2 milliardga yaqin odam bor desak ham bo'ladi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra. Ularni, ya'ni Boburiylar imperiyasini qo'llash uchun ularga diniy ham kerak edi va dunyoviy ikkalasini birlashtirgan holatda davlat boshqaruvini amalga oshirgan tarixda birinchi imperiya bu Boburiylar imperiyasi bo'ladi. Boburiylar imperiyasini qaysidir podkastimizda yana bir yaxshi chuqurroq o'rganib tahlil qilamiz. Chunki men bu haqida ma'lumot oqtarayotganimda Wikipediyada alohida qilib ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni Boburiylar imperiyasi tarixda birinchilardan bo'lib diniy va dunyoviy boshqaruvni amalga oshirgan deb yozib qo'ygan. Lekin chuqurroq izlanmaganim uchun uni ichi aynan nima sabablarga ko'ra boshqaruv shunday aniq qilinyapti, aytilyapti. Chunki bilamizki, tarixdagi boshqa mamlakatlarimizda ham, ya'ni o'zimizning xonliklar, imperiyalarimizda ham xuddi shu boshqaruv tizimidan amalga oshirilgan. Ya'ni qozi diniy ham amalga oshirilgan, dunyoviy ham amalga oshirilgan. Buni chuqurroq o'rganishimiz kerak. Murakkab narsa. O'zi bu mavzuni chuqur o'rganish kerak. Bitta podkastda bo'lmaydi va bir haftada ham bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha bizlar nima qildik? O'zimiz tushunguncha va yana kimdadir aynan shu mavzuga qaytib fikr almashish niyati bo'lsa, nimasi guruhga yozsanglar bo'ladi, qatnashsanglar bo'ladi, onlayn yoki qatnashsanglar ham bo'ladi. Va yana kelasi podkastda qanaqa mavzu bo'ladi? Podkastmi, suhbatmi hali ko'ramiz. Agar podkast formati bizga yaxshi bo'lsa, yaxshi chiqsa, yana davom ettiraveramiz. Balkim safimiz yana kengayar. Kelasi mavzularni nima qilishda, belgilashda albatta fikrlaringni aytinglar va hammani xohlagan insonni biz kutamiz ishtirokchi sifatida. Hammaga rahmat. Fikrim so'ngida shuni aytmoqchimanki, davlat boshqaruv tizimida faqatgina kuchlilargina rol o'ynaydi. Barchalarga rahmat. Oxirgi gapini ham chiqarma. Rustam, bu senga erkin bo'l demaslik kerak ekan. O'zini ketib qoldimi oxirida?